Ramazonda qilinadigan bitta ish bor. Agar mana shu ishni qilsangiz, kambag'allar boy bo'lib ketishingizga, bemorlar tuzalishingizga, ish yurishmayotganlar ishingiz yurishib rivojlanib ketishiga, ishsizlar ishli bo'lishingizga, umuman nima niyat qilayotgan bo'lsangiz, niyatingiz amalga oshishiga sabab bo'ladigan bitta go'zal ish bor. Hattoki ulamolarimiz aytishganki, yaratgan egam boylikni oyog'ini ostiga to'kib qo'yadi degan. Diqqat qiling, bu ishni aytaman. Bu ish saharlik va iftorlikni ota-ona bilan birgalikda qilib, ota-onani xursand qilib, ota-ona taomlanayotganda yuziga boqib turib, ularni kuldirib, qo'lini o'pib, ko'zga surtishdir. Agar ota-onangiz hayot bo'lsa yoki ikkisidan biri hayot bo'lsa, mana shu ishni Ramazonning oxirigacha birgalikda qiling. Agar bittasi tirik bo'lsa ham shu ishni amalga oshiring, qiling. Bu yuqorida aytganimdek, kambag'al bo'lsangiz boy bo'lib ketishingizga, ishsiz bo'lsangiz ishli bo'lishingizga, mansabga erishishingizga, martabangiz ulug' bo'lishiga sabab bo'ladigan go'zal amaldir. O'rtoqlaringiz bilan, oshna og'ayningiz bilan, ko'chadagilar bilan keyin ham taomlanaverasiz. Ramazon tugagandan keyin ham. Hozir Ramazonda bu fursatdan foydalanib qoling.